Polivsodoniya haqida ma'lumot bering deyapsizlar. Mana 6 oylikdan suyuq shaklda burunga yoki til ostiga tomiziladi. Bu 6 milligramlik kichkina bunaqa flakonchada bo'ladi. Endi 1 yoshdan bu supozitoriya, ya'ni svecha shaklda orqasiga qo'yiladi. Xo'p, endi 3 yoshdan boshlab mana bu tabletkasi. Endi mana bu flakonchada 6 oylikdan boshlab burunchasiga tomiziladi 3 marta. Kurs 10 kun, mana sutkada. Keyingisi svecha shaklida 1 yoshdan 6 yoshgacha 5 kun qilinadi. Kun ora degan 1 kun qilasiz, 1 kun qilmaysizlar. Endi tabletka shakllari 3 yoshdan 10 yoshgacha bolalar, 10 yoshdan 18 yoshgacha bolalar. Bu yoqda yarimta tabletkadan 2 mahal, bu yoqda bitta tabletkadan 2 mahal. Mana